O'zbekistonda yana bir mudhish fojia sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunning eng muhim hamda dolzarb xabarlari bilan yana Daryo.uz e'tiboringiz markazida. Hurmatli tomoshabin, agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, video ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni, ushbu video barcha o'zbek fuqarolariga yetib borishi uchun do'stlaringizga ulashishni yodingizdan chiqarmang. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Diqqat! Bekobodda ayol erini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Sud hukmi o'qildi. Ma'lum bo'lishicha, ayol o'lgan erining qo'liga pichoqni ushlatib qo'yadi va erim o'zini o'zi o'ldirdi degan gap tarqatadi. Surishtiruvlardan so'ng ayol nima uchun erini o'ldirganligi aytib o'tildi. Er doimiy mast holatda yurishi, oiladagi janjallar ushbu voqeaga sabab bo'lgani aniqlandi. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda oilasi mana shunday notinch bo'lgan tanishlaringizga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.